Momam yegan, opam yegan, dadam yegan. Men mi yeb cho'ng olgan? Yani aslaymi yani kimni oyladım yani nimni yok O bo'lsa-mu Eristort. qaytqizgum Eristortga ketadigan materiallar 600 gram shakar, 450 gram seriq may, 1 kilogram un, soda 15 gram, poda 15 gram, 350 gram suv, xo'roz tuxumi 15 tal, asal 200 gram, 250 gram eris, asal 200 gram, oldi bilan darenjiga seriq may to'kib olamiz. Ondan shakarni to'kib olamiz, ondan soda podani to'kib olamiz, endi asti xot ichib olamiz. Ondan xo'roz tuxumimizdan yarmini to'kamiz. Buni yaxshi chilib olamiz. Bo'lmasa Eristortniki ko'ptishiga ta'sir etadi. Endi qolgan tuxumni to'kib etdik, yana davomli chalamiz. Ko'pib mushu holatga kelgan chog'da sumayni quyib beramiz. Asta mang'ib beramiz bir yoqdan. Ondan asalni quyib beramiz. Mushta asta quyib beramiz. Ondan erisni quyamiz, ondan suyimizni quyamiz. Bu asti xotda aralashib olsam bo'ldi. Endi to'xtatib unimizni to'kamiz. Endi unni aralashtirib olsak ham bo'ldi. Endi lisimizga teksh qilib to'kib olamiz. Endi tüpsini teksh qilib olamiz. Bo'lmasa, kavshandan chiqqan chog'da egiz pas chiqib qoladi. Bir tarafi egiz, bir tarafi pakab chiqib qoldi. Agar bilmagan nuqtalaringlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi, inkas rayoniga yozib qo'ysanglar bo'ldi, masalaga javob qaytaraman. Eng moda bo'layotgan bilagizsangizni qilishni bilmayapsiz. Meni ko'njo qilib, menga ayrim ushchil qiling. Men sizga darslikni yo'llab beraman. Mana buni tayyorladik. To'qqiz gradus 160 ta 160 45 minut pishirib olamiz. Eristortimizning vaqti o'tibdi, ko'rib boqaylik. Mana endi cho'risini kesib olamiz. Endi ustiga eris surkib olamiz. Bu eristortimizdan ta'mini shunchalik yaxshi chiqadi, bozog'imi shunchalik tushadi. Oilalarda qilsanglarmi shunchalik yeyishlikka. Endi bayam cho'risidan chiqarib olgan bulkimizni mushunda o'tib tepsiga chachimiz. Endi mana qiliblarimiz bilan ay shakl qilib kesib olamiz. Bugun oldingizmi? Endi sizmi yeb yiqing?